hayvonlardan insonlarga yuqadigan har xil zooantroponoz kasalliklarini oldini olish maqsadida Toshkent shahar veterinariya chorvachilik rivojlantirish boshqarmasi va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi bilan hamkorlikda quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Profilaktik tadbirlardan asosiy maqsad insonlar salomatligini saqlash, hayvonlardan yuqadigan o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish va erta kasalliklarni barvaqt aniqlashga qaratilgan. Toshkent shahar ushbu tumanida joylashgan ixtisoslashtirilgan zamonaviy barcha viloyatlarida chorvaxonalarga kelib tushadi. Ko'rgan holatida bir 10 tomon kelib tushgan, shularning har bittasi veterinariya ko'rikdan o'tkazilgan, veterinariya hujjatlari bilan mobaynida kelib tushgan hollarda veterinariya hujjatlari bor. Bularning har bittasini klinik ko'rikdan o'tkazib, tana haroratlarini o'lchaganmiz. Tana haroratining javoblariga qarab yaxshi chiqqaniga qarab turib, mana o'sha hozirgi fuqarolarimizni ko'rib turganimizda so'yish holatiga tayyor holatda turibdi. Har bir so'yilgan go'sht nimtalari Dispinor elektron tizimiga joylanadi. Bu tizimning afzalligi ixtisoslashtirilgan so'yish korxonalarida veterinariya mutaxassisining nazorati ostida so'yilganligini tasdiqlaydi.